Navbatdagi lavhamizda qishning sovuq kunlarida ham issiqxonada mo'l hosil yetishtirayotgan dehqon faoliyati bilan tanishamiz. U 6 sotix yer maydonida gidroponik usulda qulupnay parvarishlab, oilasi uchun barqaror daromad manbai yaratmoqda va bozorlarga sifatli mahsulot yetkazib bermoqda. Muxbirimiz Malika Saidova katta tajribaga ega dehqon bilan suhbatlashdi. Lavhani tomosha qilamiz. Bugungi kunda zamonaviy issiqxonalar, ilg'or texnologiyalar va dehqonlarning mehnatsevarligi tufayli mavsumdan tashqari paytlarda ham bozorlarimiz yangi mahsulotlar bilan ta'minlanmoqda. Ana shunday daromadli va istiqbolli yo'nalishlardan biri qulupnay yetishtirishdir. Barcha birdek sevib iste'mol qiladigan qulupnay mahsulotlari odatda may-iyun oylaridan keyin bozorlarda ko'rina boshlaydi, ammo qish fasli bo'lishiga qaramasdan ayni damda Pastdarg'om tumanining Oqmang'it qishlog'ida mana shunday qulupnaylar yetishtirilmoqda. 10 yildan buyon qulupnay yetishtirib kelayotgan dehqon qishning sovuq kunlarida ham yerga mehr berib, mo'l hosil olishga erishmoqda. Bu nafaqat uning oilasi uchun barqaror daromad manbai, balki mahalliy bozorlarga sifatli mahsulot yetkazib berish imkoniyatidir. Bizni ota-bobomiz o'zi aslida dehqon bo'lib kelgan. Biz qavun tarvuz yetishtirib kelganmiz boshidan. Teplitsalar bilan ko'rib turib, shunga qiziqib, biz buni bir havas qilib turib, mana shu qulupnaychilikni hozirda yo'lga qo'yganmiz. Qahramonimiz bugungi kunda 6 sotix yer maydonida gidroponik usulda qulupnay yetishtirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur ko'chatlar 8 oy davomida hosil berib boradi. Oilaviy tadbirkorlik o'zimiz qilamiz. Asosan ko'cha tayyorlash davomida 10 ta 15 tagacha ishlatamiz bergan. 7-8 oy davomida hosil teradigan bo'lsak, biz bu hosillardan 200, 300, 500 kilogacha hosil yig'ib olamiz. Qulupnay nafaqat mazasi bilan, balki foydali xususiyatlari bilan ham qadrlanadi. Bunday vitaminga boy mahsulotni aholiga sifatli yetib borishida parvarish va nazorat ishlari muhim o'rin tutadi. Teplitsaning o'zida, masalan, namgarchilik yuqori bo'lganligi uchun vil kasalliklar uchrashi mumkin. O'zining oq pashshalari bor, ularga qarshi kurashilyapti. Asosan petitsidlardan kamaytirgan holda, namlikni me'yorda ushlagan holda bizlar bularga kurashyapmiz. Asosan shu yerda teplitsalarda shu mahsulotlar bilan kurashgan holda mana ekologik toza mahsulotlar yetishtirilyapti-da. Qish sovuqlariga qaramay mehnat va ilm uyg'unlashgan joyda baraka bor. Bu dehqonning tajribasi O'zbekistonda qishloq xo'jaligi rivoji, yerga bo'lgan mehr va mehnatning samarasini yana bir bor namoyon etadi. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.